Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammalarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid. Shvetsiyaniki poytaxti Stokgolmdan. Bu nima zo'xmar singlim ovoz chiqyotamda yezayotdingmi, ba yoki yo'q deb. Ovoz bormi yo'qmi? Ovoz bo'lsa, ba tanlab, yo'q bo'lsa men tangshay. Qarindoshlar, hammalarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mayada bir ikki turlik nim bilan masil bilan chiqib qoldim. Bu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki ishg'olchi Xitoyning vatanimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va xalqaro qonunlar bo'yicha jazolash deb xalqimizning hurligini e'lon qilib buncha mandaq e'lonni berib pul yana yig'adigandan kepi. 2 kunning oldida, 2 kunning bugun 22 mi? Bugun 22 bo'lsa, 2 kundan keyin oldida Dunyo Uyg'ur qurultayi bütün davlatlarda No'ro'z faoliyat o'tkazish, madaniy qirg'inchilik degan bir lavzi sapsatisini ko'tarib chiqib, shu butunlay shu yiliqi bütün ahamiyat Uyg'urlarni daqdunbaq usulga selavatdi. O Xitoyning qildigan ishi yiliqi vatanlardami böyle çoğun apalarımız, momalarımız tükep kalsın be apalarımız bir yılgıcı nazirge bağmaydı, toy tökünge bağmaydıgan. Bular qandaq kettan adam öyle bassa, Xitaylarning bağıyla sünaylançılıb, daqdunbaqlançılıb, aşındaq qilib ölüm uzatıdığan. Bu Dünya Uyg'ur qurultayı mı? Dal şu. Vay qandaq qilimiz ölevatqan tutsak, oynasan oynamamsa, lekin tashkillik qilib, onunla bir faaliyetlerini qilib, bir çatalliklarni yig'ib, bu yerda o'layotgan odam sen şu irqiy qirg'inchilikni, şu madaniy qirg'inchilikqa almashtirish uchun, şu vazifangni ado qilish uchun tirishib ketyapsa kundan kunga. Lekin Amerika hukumati chiqargan, Trump hukumati chiqargan, Pompeo efendim chiqargan bu qonun hargiz o'zgarmaydi. Sen texi mayada texi qurultayninki texi ishg'olchi Xitoyniki vatanimiz yurgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish xalqaro qaysi xalqaro qonunlar bo'yicha jazolaysa Xitoyni, qaysi xalqaro London sudi deb naqsh etib o'ynab, yaqin gapni qilishib, qarornomasi chiqdi-ku 14 yerda indigenous lagerga kirganlar chiqmaydi yahudlarnikida, bularnikida chiqqan deb tasqaldi 500 davlatniki kelib qutqizib olmagan bo'lsa, uning bir muncha sotingning poqi chiqadi. Qaysi xalq nimishga yolg'on gap qilsa, nima deb xalqni aldab xalqning qinini ichsa, sen go'ylarning Xitoyning Shanguxida olgan pullaring azmi? Enedida olgan puling azmi? Sharqiy Janubiy Osiyodagi Malayziya, Islom, Indoneziya, Islom davlatlariga olgan puling azmi? Turkiyada olgan puling azmi? Makkadan olgan puling azmi? Sen xalqningki degan g'azinangdagi Ali Babaning o'nkiri olib ketdi go'yninglarni. Yağalardan mangmağa aşqanlarni içib olsa pul juydigan. Tiqilib ketishdingga nomus qilishmamsa, kimga sen yordam bersan? Sen kimga yordam bersa, kimga yordam berib boqqandan qaysin? Yordam beradigan bo'lsang, azroq bir vicdoning bo'ladigan bo'lsa, Abduvali Yasin degan bola Turkiyada axlatungdan tamoq yeb yamdi. Bir nomus degan narsa, bir vijdon, g'urur degan narsa, qaysingda undan narsalar qo'y, sanlardan undan narsa talab qilganlik. Shundaqli bir gap hamda. Nomusmi qilishmaydi ekansa, qaysing. Shunda. Shuningga qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultayi pul bermanglar, Dunyo Uyg'ur qurultayi pul berganlik, Jungo Kommunistik Badal partiyasi pul topshirganlik, badal pul to'lagan o'xshash. O'tirasiz qarindoshlar, uyg'oninglar, unda qilmanglar, pul bermanglar, mumkin emas. Aşı pul bəsanglarmı, özanglarning Çelek rayonidagi, Yarkentdagi, aşı Uyg'urlar barayonidagi namrat özanglarning ashadagi Uyg'urlarga yordam qilinglar, bular pul bermanglar, bularning ishin teshin turibdi puli. O'tganda mening mishadim cho'ngdadan mangadigan chaqdi pul berib qo'ysa qo'lamdikin, aşı fondiningki Shvetsiya Uyg'ur fondi bor emasmi? Shu fonddan 10 ming kron berib qo'yaydi olqinaysa 10 ming krondan nima deb pul bersiz dedim, bermaysiz dedim. Keyin bu Nijat Turg'unqome dedim, pul bergizmanglar, deb qo'ying. Pul bermisin hech qanday deb yanchiqim qup-quruq qilib avatib pul degan Dunyo Uyg'ur qurultayi eshing teshing turibdi. Bu bir. Ikkinchisi mayada bir ovoz. Assalomu alaykum to'pimizga qadrli qarindoshlar. Bugun Shvetsiyadagi Uyg'urlarning to'plashib bir necha xil faoliyatlarni olib bordik. No'ro'z namoyish,
degandek. Endi bu No'roz faoliyatining bir qismi. So'zlayotgan kishining so'zini evat qo'ydim. Patrik Uppsala universitetining tadqiqotchisi. Men ayolni men bilmaydiganman, bu kimning ovozi, men uqmadim. Lekin Shvetsiyadagi Uyg'urlar birlashib, har xil turda No'roz o'tkazdi debdi. Biz shaxsan men u namoyishga bordim, men bular bilan bir emas. Bular to'pladim, shunda bu to'pdan kelgan ovozga bu bizni qalpoq qilib turib, mayali bir qism Uyg'urlarni namoyishga o'rlashtirdik, bir qism Uyg'urlarni No'roz qildik deb, chiroyli narsani o'zlariga kiyib, biz qalpoqni kiyib, xalqni to'pladi, aldayotdi. Men shaxsan hech qanday tashkilotga, hech qanday narsaga kirmayman. Men ularning orasida yo'q. Masalan, Uyg'ur ma'rif bo'lamdi yoki Abdushukur Samsaq apandininki Shvetsiya Uyg'ur komitet bo'lamdi. Men shu kun shu maydonga borsam, bilan barka birga namoyish qilishdik. Lekin men ayol degandekidek u namoyishninki bular bilan bu namoyish qilgan bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bular faqatlam shu kuni mushu Shvetsiyadagi No'roz qilgan yerga mushu Shvetsiyadagi Xitoy tadqiqotlar ishlarininki doktori bir shved odam bilan anandagi Uppsala universitetidagi bir Uyg'ur shunas bir odam kelibdi. Bu odamlar mana ashlarning oldida pishiriqlarni tizib, daqidumboq, sunay, muzika, usul bir turkumlar o'ynadi Shvetsiyada. Masalan, yosh bolalar o'ynab qildi. Men ularga hech qanday qarshiligim yo'q, chunki ular o'zlari zalilib, tinish, hech qanday bir shvedlarni, hech qanday bir muhim odamdan chaqamaydi, o'zlarining ko'ngil xush qilib o'yindi. Men uni oldidim degan ayollar yig'ilib choy o'ynamdi, o'zlarining normal faoliyatini qilamdi yoki qanday o'ynasa o'zining ishi. Lekin dunyo Uyg'ur qurultiyi agishib davlatlarda namoyish qilib, nima ashtaq No'rozlik faoliyatlarini qilib, Uyg'urninki irqiy qirg'inchilikni madaniy qirg'inchilikqa o'zgartirayotganlik bu bir xoinlik. Bu bir vatandagilarninki qiniga mo'michlab yeganlik bu. Bu shunday ish bu amaliyotda. Shuningga endi bu yerdamda demoqchi bo'lgan gapim, demoqchi hozir shu to'plarda shunday gaplarni taqitib, shunda biz bir turkum namoyishchilarni bir turkumlar namoyish qildi, bir turkumlar biz No'roz qildik. Bu No'roz qilganlar bilan bizniki hech qanday aloqamiz yo'q. Bugun Nijat Turg'ay apandimga telefon qildim, shundaqmi desam yo'q dedi. Abdushukur Samsaq apandimning qari ko'z telefon qilib so'radim, ko'z qarashi o'xshash deb qilaman, chunki men o'zimning maydonini ifodalashim kerak. Men cho'qim u shakldagi odam emas. Men ular bilan hargiz bu yoqda No'roz qilib, biz bunda birlashib ish qilmadik bu yerda. Shunday gap. Bu mushu. Uningdagi shu kuni nimalarga ma'voylik diqqat qildinglarmikin? Ashada bizningki mushu Amerika Shvetsiya Uyg'ur komitetidagi Abdushukur Samsaq apandininki o'g'li nihoyat bir yaxshi shved yaxshi bir narsani shvedchada o'qidi. Biz uni kesib evilib parlament a'zolariga shu Shvetsiyaga solchilarga avatimiz. Shvetsiyaning ichidagi davlatdagi muhim yerlarga avatimiz, ham uni izohni qilamiz. Chunki u namoyishi yakshanba bo'lib qoldi, ammo biz shu o'zimizning maydonini, men o'zimning maydonini ifodalagan asosda u namoyish bo'lganligi uchun biz endi u shved hukumati albatta xabar topadi, lekin meyada biz cho'qim mishadagi qilayotgan narsalarimizni rapor shaklida yo'llashimiz kerak deb o'ylayman, chunki men o'zim shu videoni kesib olib, men o'zim aloqa qilishadigan Shvedniki hukumatniki odamlarga shular xabar berma deb qilaman. Bu yerdagi Abdushukur Samsaq apandimninki o'g'ilninki shvedchada o'qigan bayonoti bo'lsa, davlatimiz Sharq Turkiston Jumhuriyati Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilingan 70 yil bo'ldi. Buning bilan Sharq Turkiston Xitoy hukumati degandek Xitoyning ayrilmas bir qismi bo'lib qolmaydi va Sharq Turkistonning asli egalari Xitoy bo'lib qolmaydi. Bizning kurash nishonimiz suyumlik aziz vatanimizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Mavo 11-12 yoshlik bolaninki Shvetsiya parlamentining oldidagi nutqi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin dunyoninki mustamlika tuzilmasida o'zgarish bo'lib, Afrika, Osiyo qatorliq ellardagi jahongirlar tomonidan besilgan zaminlar orqali mustaqil bo'lgan. 1990-yillardan keyin Sovet Ittifoqi va Yugoslaviya o'xshash kommunizm lagerki davlatlarni orqali mustaqil
bo'lgan vatanimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lishninki mavjudligini saqlab qilish kerak. Sharq Turkiston davlatining besvilanishi natijasida tilimiz cheklandi, dinimiz cheklandi, erkinligimiz bo'g'ildi. Millionlagan o'g'il qizlarimiz Xitoy turmisidan nobud bo'ldi. Ammo dunyo bizning besvilangan davlat ekanligimizni e'tirof qilishni o'rniga Xitoyning zulmi haqidagi so'zlashimizni talab qildi. Chunki bizdan chiqqan sada dal moslashish rolini o'ynadi. Dünya bizning namoyishlarimizni Xitoydagi bir millat kishilik huquq da'vosi talab qilib o'tkazilayotgan namoyish deb qolmasin, bir davlat besilingan barliq zulmninki ishki echilgan bo'ldi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lmay turib zulm tugamaydi. Xitoylar jazo lagerlarini taqagan taqdirdimi milliy bo'lgunchlik deyib turmada nobud bo'lib ketgan 100 minglagan yosh o'g'il qiz yurak paralimiz qo'yiyotgan taqdirdimi davlatimiz mustaqilligi qo'lga kelmaydi. Biz qarshiligimizni davomlashtiramiz. Yolg'iz so'zlab emas, namoyish qilib emas, hayotimizning badaliga Sharq Turkiston mustaqillik uchun kurash qilishni davomlashtiramiz. Har qanday bir el zaminni besvilinganda dushmanlarga qarshi vosita tanlamay kurash qilishi ahli huquq va burchi qilingan o'xshash. Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qarshi barliq vositalarni o'z ichiga olgan har qanday kurash yo'li bilan taqobil turish huquqi, majburiyati bor. Biz Sharq Turkistonliklarning eglik huquqimiz bor. Insoniy huquqimizningki barliq insoniy qadr-qimmatimizning barliq diniy erkinligimizning, barliq madaniyat kulturimizning, ana til ma'rifimizning, milliy mavjudligimizning, ilm-fan va texnika, iqtisodiy taraqqiyotimizning faqat va faqat davlatimiz Sharq Turkistonningki mustaqilligi amalga oshganda, ondan kafolatga ega bo'lganligini, bizga mustaqillikdan boshqa hech qanday bir yo'l yo'q ekanligini aniq bilamiz. Biz Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni qari yosh, ayol demasdan siyosiy faoliyatlarga aktiv qatnashishga, Sharq Turkiston mustaqilligi uchun urushishga, barliqni vatan mustaqilligi uchun pido qilish uchun melini, jinini ayamaslikni, qarindoshlikni o'rnatib tayyor turishga chaqiramiz. Sharq Turkistonning mustaqilligi amalga oshganda ondan kafolatga ega bo'lganligini, bizga mustaqillikdan boshqa bir yo'lninki hech qanday bir chiqish yo'q ekanligi aniq bilamiz. Biz Sharq Turkiston qarindoshlarimizni qari yosh, ayol demasdan siyosiy faoliyatlarga qatnashishga, Sharq Turkiston mustaqillik uchun uyushishga, barliqni vatan mustaqillik uchun pido qilish uchun qarindoshlik o'rnatib tayyor turishimiz chog'dir. Oxirsida biz Shvetsiya hukumati Yevropa ittifoqini butun dunyoni Xitoyga qarshi jazo qonunini qo'llab, Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistondagi zulmini to'sishga, Sharq Turkiston Jumhuriyatining Xitoyning tarafidan besilingan mustamlikaga ekanligini e'tirof qilishga, Sharq Turkistonning haqqoniy mustaqillik ko'rishiga yordam berib, minglagan go'zal kulturimiz va oila tabobatlarimiz bilan jonu-jon ona vatanimiz Sharq Turkistonda yashashimiz uchun eng aqalli insoniy burchini ado qilishga chaqiramiz. Mana bu qaysi kuni Navro'zda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Navro'z o'tkazgan chaqda Mushu Shvetsiya Uyg'ur komitetidagi Abdushukur Samsaq apandininki kichik o'g'ilninki Shvetsiya parlamentininki oldidagi shvetscha qilingan bayonotdi. Qarindoshlarni tushunmay qolmasin deb bugun shu tarjimasini qilib qog'ozib yozilganlik haqida sizlarga nima qilib qo'yay, bir so'zlab tushuntirib qo'yay dedim. 12 yoshlik bola shuni yezib dadasi bilan kecha kunduz shuni tayyorlik qilib shu yerda yaxshi o'qib bildirdi. Endi biz shu narsalarni endi kesib elib har qaysi davlatni shu Shvetsiya Uyg'ur shu davlat Shvetsiya hukumatiga doir shu yerlarga beramiz. Ondan keyin shu yaqinda menga bir munchalik messengerda gaplar kelib ketdi. Shunda xalqninki ayoliga yoki onasiga haqorat qilmasanglar deb. Meninkimi turmadagi onamga, dadamga haqorat qilgan chaqda men jim o'tirib bergandim. Bo'pti. Qon qiziqlik chiqib ezib ketmay deb menga gapirmagan. Meningmi lagerda yetib chiqqan adam bo'ldi. 2017 da ota-onamni kirib ketdi, 2018 da adamni kirib ketdi. Meningmi shu ota-onamga yog'an seninki isbotini chiqira, sen degan xoin, sen degan mushtalan tillayotsa, unda qilyotsa, bunda qilyotsa,
deb mening mash turmadagi badal xalqning mening ota-onam shu Sharq Turkistonning ichidagi Uyg'ur xalqining bir qismi badal to'layotgan. Shu irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan shu qeyri buvay momaylarni shu hatto telefon yo'q nomerlardan kelib qandaq rasvo gaplar bilan tilladi. Meninkini men yezib, voy andaqning balasi, anangni andaq qilma, mundaq qilma deb ilaqa tozi yezishib qilgan chaqda ananikin shu nomus qilmay o'zining hadisdinmi cho'ng bir adashga Zumrat Tursun adimizga ikkimizni shu nima nachar gaplarni qilib yozmadi. Sizlar qarindoshlar ashlarni yozgan chaqda sizlarningki ko'zinglar ko'rib qoldimi? Qulqingni bu vaqtdagidan tortib to'yishkidan tortib bo'yishkigacha hammasiniki tilladi. Meningki ota-onam nima tilladi? Menimi tilladi. Hatto meningki burun turmush ishlarimga kirib, u haq lagerga o'zi qaytib ketmay deb qaytib ketdi. Haq lager kirib chiqib bo'lgan odamning uchun parlamentning oldida rasmini ko'tarib uni qivitamda meni qaytidi. Haq kirib o'qib bir yilda chiqib bo'lgan odam tutsa, o'zininki unimog'ini unmay qaytib ketgan tutsa, shu bir odamning shaxsiyatligini shu bir narsani topam. Men Şikay çıqqan çağda birisini birinin dep baxımdan qurultaydikiler. Men özümün dədini etsem, ili sarang deyişip baxdın, ili yağaçı deyişip baxdın, ili xayın deyişip baxdın, ili andaq qıp baqa, ili mandaq qıp baqa deyişip baxdın. Sen xaqninki birsin çıqıp dolqın eysa qop ananki vay aka ata-onamni chiqib beradi, Xitoy hukumati shuni sizni tillab olay dedi deb qo'ng urib o gap topdi. Mumkin dolqın eysan tilladim. Turg'un alavidan qo'pib, cho'ng dadamni kecha kunduz avara qildi, anda quvvatidi, chumanda quvvatidi deb uning qarshi turdim. Uning degan Gulshan Abduqodir yozdi. Gulshan Abduqodir keyin degan ay ukam siz shu Sadattamning balasi ekansiz. Oy opalaringizni, buvlaringizni, qadam ajimlarni shu cho'ng opalaringizni hammasini taniydim. Yama esladimning bolalartingiz undaq dedi. Siz yoshlarni birini deb yezib ekansiz, men sizni birini dedim. Desem şunu ondan kopay bunundaki men özünün ismini atab yazay undaqlay deyişdi. Onunki kirmedim o ayalga o'tib ketdim. Aslında o ayalgımı jiq yaqinmoqchidim, keyin o'zi yaqibdiki shuning bilan men bo'ldiyada deb menga chiroyli adamiylik yaqilgandiki men bo'pti deb u narsani atlab o'tib ketdim. Onun diken kopap aş toptaylık Hamid Nasrullah voy bunun qo'li yo'q, yog'alardan ter-taraq ishlatdi. Unda qilwatıdı, bunda qilwatıdı deb sen kim o meningdan narsalar qilg'ali dedim-da, o'zingning qo'ng'ida bir mo'j po'qtiribdi. Cho'ng kichik jamoat deb. Menga eslab tayig'ini yeb kirib ketdi anandikin go'mbangni eshitib anandikin tilini eshitib mendan yo'q o'zingni topolmay yursa. Onun diken aşoylaqa her xil odamlar atrofimizda bizga shu do'st bo'lgan bo'lib, kuyingan bo'lib, ish kesirimizni olgan bo'lib, qilib shundaq har xil hujumlar bo'ldi. Ko'rdinglar-ku, kunlar mashida virus China, Xi Jinping terrorist, faşist CCP deb tilladim-ku, hozirgacha tillayapman-ku, chiqsamni tillayapman-ku. Yomg'ir Uyg'urni dedim, men Uyg'urni tilladim, men xoinni tilladim. Rost tutsa xoin bo'lganki, xoin nima deymiz. Voy, yili seni sotqa beradigan bo'ldi. Öyle saqchiga beradigan bo'ldi. Voy, saqchixonga kiribdi-ki, voy mushta nima degan nachar bu Uyg'ur bu cho'qim Xitoydan betar bo'lish. Qaysi Shvetsiyaning saqchishda deydi. Yolg'onlardan yozmagan yozmalaring, qilmagan bo'htonlaring, to'kmatlaring hech narsang qolmadi. Meningki beshimga kelgan datalam aqaysiningkiga kelsa ko'taranmaysa, aqaysingning dadi pasport elish, aqaysingning dadi qo'saq, aqaysingning dadi shu o'yin ko'rayotganlarningki bo'lgan bilan birasingning tek lager kirib baqmidi. Deb yig'lab ketdim deb yig'lamay qanday qildi? Ota-ona kirkasi yig'lamay ijoramdim. Voy rahmat, Xi Jinping rahmat. Ota-onamni kirkatdi deb qo'shib o'tiramda bunda bo'lsa, gap desa deb tetiqsiz narsalarni deyishib, lavoz narsalarni deyishib, tillishib mishada anon degan bu kim u qaysi kuni birsi telefon qilib voy mushunda Reshad Abboslar yo'q qurultaydagi bir narchisi voy Shvetsiyaga keldik-a voy u Zumurtaylar keldik-a yo'q biz bilan ko'rishsin deydi u bu mushunda bizni birim deb to'qiladigan narsalarni bir Reshad Abbos apandim siz men cho'ng tug'liq emas men kichik tug'liq u ya cho'ng tug'liq Abdurazaq men kichik tug'liq Hamid
siz bir narsa talab qilmoqchi bo'lsangiz, sizni kim beshida Rishad Abbos Xitoy hukumatiniki jasusi deb yozgan kim o? Sizni to'g'ri kim degan shuni o'zidan berib menga islamay. Bir narsani ba'son bir ko'rib boqayli, o'qib boqayli, o'qib boqayli deb. Kelib sotqa bersanglar, saqchilik qilsanglar, shu yerda ko'rsak bo'ladi. Siz oldi bilan mendan bir narsa talab qilish uchun berib, sizni degan odamga islam, menga islamay bu yerda. Meningki o bir ilaqa ajoyib qiziq gapni qilib qo'ydigansizlar. O'zinglarningki bor ilaqa manfaatiga, o'zinglarningki ko'z qarshilik noqul oldi to'g'ri keslam, ilaqa gapni qilma deb qilmay, berib, Tuğluq Abdurazaqni tutdim, lekin men Tuğluq kamning deginiga 100% qoyil. Tuğluq kam yana tek sen to'g'risini jihnasdan bilib ketmaydi ekan. Sening eng vahshiying Nijat Abbos Amerikalik hech kim tuzuk bilmaydi. Ashuning orqali sen vaziyat olasan, uning boshqa odamdan kelmasan deb qo'yay. Tuğluq Abdurazaq yana tozi yaxshiroq bilib ketmaydi ekan. Sening oq tomondagi ishlaringni. Og'zimni ochma to'lamasan deb qo'ysining bir kichik bola bo'lmagan ekan, qo'qitib o'ynaydigan. O'zingning ishni o'zing qilib, faoliyatini o'zing qilib, konsuldagilar bilan ko'rishamsa, ajam yo'qab ketdimsa, singlim yo'qab ketdimsa, nima ish qilsan qil. Mening enim kelguchim bor. Mendan qurultaydiki yana birsi meningdan kim meningdan isbot talab qilgan ish qanday anisning haqqi yo'q. Men faqatla birdan-bir Shvetsiya hukumati bilan hambaxillashiman bundaq narsani. Boshqa davlatningki iliq ayad ishlayman, menga beramsa, o bu deganlar men Shvetsiyaningki garajdan, Shvetsiyaning nopos turib, men ikkinchi davlatga material ish qilib ta'minlab berolmayman. Chunki men faqat Shvetsiya garajdan, Shvetsiya hukumati bilan mening o'tirimdagi aloqa. Meningki boshqa davlatdagilar bilan hech qanday aloqam yo'q. Chunki men Shvetsiya hukumatiningki fuqarosi. Har qanday vaqtda gaping bo'lsa, bevosita ishigimni tok cheksang, o'zing ish topsa, chiqiblam o'zimni qo'g'didim. Deplam urib salaman. Eng yaxshisi advokatingni kerak emas sen haqninki. Advokatingni ilib saqchixonaga boramsa, hukumat orqali men bilan uningki aloqaga chiqib, qanday gaping bo'lsa, uningki qilib, bir ishning natijasi chiqsa, sotninki ya bir nimninki. Uningdan sen uni to'g'ri qo'yib, menda qildim, voy to'liqning yog'on chiqdi, hech nima yo'q-ku, sot tutib oldim, menda qildim desang, bo'ladi. Bu bir narsa. Şu bizning atalarimiz tamning tushigidan tushmagan. Bizning atalarimizmi shu onasi, dadasi tuqqan. Dadamning apasimi, dadamning dadasimi ochiqchilikda yutib tugab ketib qoldi. Dadam shu kunasti kutirmadi, yotdi. Dadasining nimasini ko'rolmadi, o'limini ko'rolmadi, hech nima qilolmadi. Hamda hasratda qoldi hisobda. Hozir bir 90 kirib qolgan momam bor. Shuninkini bo'lsa-mi bir yuzini ko'rib olsin, shu momamninkini bo'lsa-mi deb men tirishib, vaqtimninki yetishicha chiqib, o'zimninki faoliyatlarimni to'xtatmay qilyapman. Mening u faqat qilganim ota-onamninkini emas, shu mening ochiqqa viviskilarimda Stop China Genocide degan Pompeoning qarorlari bilan shu davlatlarning bayroqlari hamma narsa turibdi. Mana shunday narsa. Shu eng oxirida Norvegiyadagi Merhaba Tursun. Norvegiyadagi Merhaba Tursun Mahmah, bu meningki telefon nomerimni sizga kim berdi? Sizningki Shvetsiyada qarindoshlar Norvegiyadagi Merhaba Tursun deb bir ayol menga telefon qilib, siz mushundaq odamlarni mushta dedingiz, un dedingiz, bun dedingiz deb aningdagi shu Zumrat Tursun adamizninki bir munch gapini qildi menga. Bu yerda bu ishlarning men bilan aloqasi bormi desam, yo mushta ufkusi tugab ketibdi-ku, mushta kelib jidallarni qilaman dedi. Hamda bu Zumrat Tursun adamizning enisi tuyuqsi tugab ketgandan keyin bu ayolsi yo'shirin yurak bormi, baldirim qolmasin deb yarimiz debdi-da. Hamda bu adamiz deydi, inson saq kelgandan keyin sen hamda nima bilan inim tugab ketdi, sen bilan nikoh tugdiysining, u mening inim bu. Hamda o'zininki enisini qo'g'dash haqqi bor albatta. Voy yarimiz deb ashad degan o'choqda Zumrat adamiz oldiga chiqib haqiqatni boshlab, shu nayt dunyo Uyg'ur qurultaylik o'shmanlik qilib ketgachga shu tegida
tegida o'sha dunyo uyg'ur qurultiyi bor o'sha ayolini kuchga ketibmi shunday qilib shunday qilib o'sha inisini yorimiz deb shunda bir ko'ngilsiz ishlar bo'lib ketdik bu adimizniki men endi paranglashdim adimizdan paranglashdim shu narsani ashada xalqning oilasiga kirib olib otqochilik qilib ashada orlashib o'limlarni jidal chiqarib undan keyin ashunda ishlar qilib menga telefon qilib siz bilmaysiz mushta ishlar bo'lib ketdi voy mushunda voy mana yormaydigan bo'ldi unda qildigan bo'ldi munda qildi deb bir mo'j gaplarni qilib qo'yib undan keyin meningki biron ashadagi shaxsiy ishlarimga kiryapti-da voy siz mushunda birisi bilan mushunda yurib ekansiz undan keyin mushunda to'yini buzib yetibsiz mushunda bir gaplarni qilibsiz telefon orqali deb menga ashta deyapti-da men xalq bilan yuramdim ayrilib ketamdim sening nima ishing bor dedim desam o mening inimga chaqirib men to'liq bilan yaxshi bo'lib qoldim yo unda degandim unda degan mana agar tinib olsa menda 1 soat 35 minutlik ovozi bor shuning bilan qopmishda debdiki u bu deb iningizdan menda nima derdi bor dedim derdi bor desam shuning bilan qopib voy ya bu inimniki unda shunda nima qilibdiki shuning bilan o'tiringlar so'qoqchilik qilibdiki unda bunda shuningga siz yangi hayotlik o'zbeklar jimisponlar munofiqlar cho'shqlar u bu deb qildingiz dedim deganda men dedim siz o'zingizga oldingizmi desam shuning bilan qopib anaqdan keyin qopib sizga nima foydasi unda bo'lsa sizni Norvegiyadagilar saranglaydi dedim bo'pti dedim menga Norvegiyadagilarning gapini aytganman dedim men Norvegiyada 3 qaytim baqa yerim bor dedim 2 qaytim bir qaytim to'y bilan yana 1 qaytim sayohatning ish bilan borgan dedim men Norvegiyadagilarning gapini qilmang dedim Norvegiyadagilarningki menga gapini akab to'shib ularni menga u sarang dedim o'ng dedim menda hozir endi isboti bor dedim siz undan keyin desam shuning bilan qopib u yoqdan keyin gap qilaman men dedim undan keyin sizning Anvar O'zbek deb bir akangiz bor shu lagerga kirib ketgan chog'da ajab qizi Turkiyadan shu Taksim savdo zarida tashlab kelgan ichida do'koni bordi ajab Turkiyadan 2018'da mal ekip salalaptı desem voy uni gapini qilmang u ishkirga berib anda qildi deydi deganda shundan bilan qop bo'pti unda o'zi shu 20 yil kesilib ketdi jiyanim kesilib ketdi akam kesilib ketdi deb bir vaqtida o'zbekchalik menga yordam beringlar iltimos akam tug'ilgan yerim g'ulja o'zbekcha qilib O'zbekiston hukumatidan so'raysa menga po'q gaplashsa men tug'ilgan yerim g'ulja chiqib O'zbekiston hukumatidan so'raysa dedim mana degan o akam doyimda so'ynab shurdi to'ylar muborak deb degan bu shunda qilib degan shu o'ynab chang chiqarib bordi rasmini ko'rsatib qo'yaymi dedim sening singil akil inalaring ajab nima qiladi ekan-ku desam voy u qiz yomon tijorat usta ishkirga berib ishkirdan mal sep berga deb unda o'zi 2016da sening opang datang kelib Polshag'ich kelib xalqni surishtirib atamiz bilan hadimizni mishadi bor deb nima haqqi va Polshada qarindoshlar 2 ta Uyg'ur yashaydi nagus xalqning shaxsiy uchurini yig'ib voy ketanmayman degan ining voy ketanmayman deb sening iningni mishaga opang dadang akab qo'ydi-ku qanday bir panohlik tilaydigan odamni ota-onasi akab qo'ydi qanday bir panohlik tilaydigan odamni ota-onasi akab qo'ydi mana ining 2018 yılı 1. ayninki 2018 yılı 2. ayninki 1. günü 16'dan 13 ötken çağda tüverken inte prata med dig allt som du hulla säga till mig säg till polisen jag vill inte att du ringer hela tiden hatar och som stora mig polisen heter Vanda Dalholm telefonnummer Mao hon har mitt ärende och hon vet vem du är nu räcker det deb meni saqchiga beribdi xo'p saqchiga odam yana kaynimni po'qvama meningki Shvetsiyaga kelib ayni vaqtida biz bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetining ichiga kirmasimi biz bilan namoyishlarga chiqib yurgan ining undan keyin opang dadang akab qo'ysa soatchining uyiga akab qo'ydi
Men badim şu çağda tanışıp, bütün narsani qilib, har qaytim nima ishyotir usta qo'limda desa men bilmay dal yuribdimi? Yo, qog'ini po'qini yeb qolgan bola ekanman menmi? Dal yuribdimi butunlay uçurni? Nima qildi 2016 da berib? Voy o ayoli bormi do'qiyo u bu deb bütün rasmlarni men Po'nguychandan og'aylarim orqali shuchaq tushirdim. 2016 ning ichida 2 qitim bordi. Bası basın, hakkı ziyan zahmet yetmesin. Ama yakip nim dedi? Yarikam nim tamak çekidik ya, marul borumu. Ben tamak ekekendim, apır perimse. Nicat Turgun'unki tanlıyor ben kesili var ki, maripti ki, sen bilemse o bu dep telefonlarda. Senin kıgayışların az mı? Dep, kandak nimelerni kıldı? Şivisiye köşmenler idaresi, ruhsat bergen çağda, özününki ağzı boyunca, iş kandak, nimo, iş kandak, Yaga Xitoyga borsang bo'lmaydi desa, Aqtamandan Norvegiyadan Rossiyadan pasport yutib ketgan bilan Kaynugurga vizalmagan bilan aeroplan bilet bor ya. Aeroplan bilet. Meyadiki necha akamizningki alaykum assalom Nasrulloh aka. Meyadiki avzaldagi akamizningki turmushiga bir ziyon zahmatlik qildi. O'tiribdi, YouTuber edikilarning uylariga chiqib kameragacha elib, meni 2 qitim chaqatdi. Voy, ko'rishimiz u bu deb. 2 qitim amalga oshmadi. Birinchi qitim tennisda ko'rishdik, Shvetsiyaniki Stokgolmda tennisda rayonida. Ikkinchi qitim Nijat akash, Qozog'istonlik Baxtiyor akash va ishqoning jidil tugimda qo'yib beray, birga bir unda o'ynasha bo'ldi, tugisha bo'ldi desa, men buni tonimayman deb turib, qada tonimaydi meni? Qada tonimaydi meni? Üçüncü qitim aningdan keyin, Mavu tatay deb yozsam, sen xoin, inqilobchilarni tillavatsa deb, oy, sen tozi misha kelib namoyishlar qilib, u kichik bir shaharga ketganding. Hech qanday Uyg'urga aralashmaydigan odam, tuyuqsizlar 2017dan boshlab 2019dan 20dan boshlab Stokgolmga ko'chib kelib, hozir jamiyatlarning orasiga kirib, ajab aktiv bo'lib ketibsan, iliq menga veshini degan gaplaringchi? Ufkom unda ishlar aralashma u bu deb o'zingni yaxshi ko'rsatdi. Demidim deb baqa? Ila g'ulja degan veshningda. Anda ajab sen Stokgolm kelib jamoat va buni nesh chekib qalding ketibdi. Jamoatning orasida hech kim olmay. Qaysi jamoat arag'anmaydi ekan? Men aralashtirgan bolalar seni arag'alamda. Meni aralashtirgan odam men qaysi jamoatning orasiga kirolmayman. Bütün jamoat mening tuqqanlarim tuzsa. Jamoatning orasiga kirolmaydi ekan, unda deb. Va ana yo'llab berdim, qan tekshirtib, chekido degan Amerika konsuliga. Payqadaydi hamda aqiga. Tozi desin, chiqib qolayim qan gapni. Ko'chmanlar idorasining sotiga chiqib baqandiq. Mana sen voy, men uni Amerikadagi Mirzat Yo'lbas men senga deb qo'yay. Sen o'tgani degandim-ku. Sen chiqolmaysan oldiga. Sen o'sha 800 bak degandim. Men vaqt soat kelgan chaqda chiqaman degandim. Sen telefon qilib menga, "Ufkom men Bakram bilan sening ishing deyishib qo'yib, qo'qabga nim qilib ketdim, seni sotga berib qo'y." Ya meni sot. Ya ötünüp qalay bir bəsna ya məni, meni bir bəsna bir beringlar soltitim var ama 11 yıl 12 yıl ishlab charchab ketdim. 3 yıldızlıq mehmonxonaya kirib yetib ishlab pulumni yig'ib chiqaman. Nimaga solaydi meni? 11 yıldan yağı 1,5 ming dollardan pul baş to'layman, oldigan 9 ming kron pul to'layman men. 900 euro baş to'layman. 900 euro degan Shvetsiyaga eng kelgan bir odamningki etablining erchatning deydigan bir tal programı bor, 2 yilgacha pul to'laydigan. Shuningda baqadigan odam meni bekor Shvetsiya hukumati akirib bog'lab qo'ymaydi, so'rab qo'ymaydi. Mendan so'raydi, men bularning puhrasi. Mening beshimga kun kelgan, meni Shvetsiya bexatarlik idorasi biladi. Hukumat biladi. Qanda to'shiklar kiralaydiganimdan Nijat Turgun degan Misharik akamiz biladi obdan hammasini. 5 yerga berib mamanda davatidi, ekran bilan turibdimi, chiroyim bilan turibdimi, men u Robiya Qadir emas, gepidan yenib oldigan, so'zdan yenib oldigan kirishtiribdi, elektronlik to'lqinni urib ovoz ishlab chiqiribdi deydigan. Chiroyim bilan turibdimi mana.
Tagdi bir yeringga o'tiramay qolding, shunga menga telefon qilib, "Eli Zumrat xonimning g'iybatini qilib, eli seni Norvegiyaliklar u deydi bu aklar sarang degan bo'lsa, men sen bilan chiq. Endi aramingni buzib yetmay seninki. Xotirjam uxlig'ingni men bir ko'rib baqay. Mening ota-onam 5-6 yildan beri xotirjam uxlamadi. Nima kunlarni ko'madi mening ota-onam. Tuqqanlarim sarang bo'lib ketdi, opam dadamning dastasi yig'lab, adlarim kirib chiqdi, bekodimga. Sening qaysi narsan kirdi? Jumamda do'yinda o'ynab, mediachilarni aldab. Qildigan ish yo'qdek. Uningdan o'kini, mushunda Fransiyalik dinlarni bir nim debsa, tatay debsa, voy anda qilib deb tennisda degan rayon kapti. Enisi izdabda meni. Keldi. Nima deysa desam, sen dinlarni mushda debsa, u bu dedi. Sen yazganımni sen mening telefonim manda yerda chapanimning manda yerda telefon bu ovozini ilvaganda shu bishkini kerak bo'lib qoldi. Manda yer ovozni ichib etdim. Men tayyorlik bilan boraman-da, loq emas. Hatto men bilan tennisda rayonda fukamning ko'rashkinni men o'zbek balalarni bir bekitib qo'yib turib kameraga dalmida olganjima. Hammasi bor. Oy, kun, yil sening qachon saqchi qilganingdan tortib, mening qachon saqchi qilganimgacha, sening qachon men necha qaytim telefon bilan sen saqchiga meni berib turib, sen yana meni izlading. Sening dading va menda. Seninki dading va ichingda bir narsa bor, seni o'tirg'izolmayotgan. Tushundingmi? Shundan bilan kapti. Marchan degan xoin, dinlaringda. Xoin degan o'zing avak, ko'tbosh. Chiroying qarab baqa, ko'zlaring alasib ketsa, tamg'an va, sen 48-ningki tamg'an va peshonangda. G'ulja xalqining qinini ishgan go'ylar va asos qatlamning kadrlari hammasi bu dava. Imdavatsa sen meni xoin davatamsan texe. Kim bilmaydi nejat turg'undan tortib, YouTuberlargacha hammayt sesib ketding. Qayerda seni kim oladi arg'a? Buningdan keyin menda ishing bo'lsa, saqchi orqali chiq. Xotining bilan boramsa, balang bilan boramsa, sotqa beramsa, nima ish qilsang qil. Menmi ko'chmalaydarsniki ko'lab turib, Bama desa shu aqllan berib turib, Norvegiya, Moskva, Qozog'iston 2018da nagi yig'ilishdi, 2019larda. O meningki Amerikada akılarim var. Çatqim nima akılarim ulan meningki? Akılarim ulan dadim yo'q, sen bilan dadim bor meningki. Chiqib dalanmaydigan. Sen meni chaqiribsan, xo'p. Tennisdagi chaqadi qarindoshlar men chaqirib, onda qilib juriya saqchiga boramiz deb meni qo'limdan tortyotdi. Dedim, saqchiga borgan kes sen bor. Bu bir amachangning bir saqchixonasi emas, Ilidariya paytusan, bir domal paytusan emas bu. Jurasan bormiz desang bir sen berib üstümde yozaver. Men aqingdan boraman dedim. Boraman desam, voy aşağıda isli bilib shuni bilan ishtiravatdim. Ishtiraversam ilaqi bo Allah va aşağıda vaqtlar bor. Polis! Voy meni o'ldirib turgan bu polis deb aşağıda. Bütün ovozlaring bor, hamma narsam. Aşağıda degan men ovozni qo'yib beray deganda, ukin sal og'zini bak buzitmayli hayajonchilikda. Shunga qo'yg'im kelmadi. Ammo qo'yadi, desam qo'yib berma talab qilsam. Shuning bilan voy polis deb aşağıdaningdan nima qilib shu ilaqi nima deymiz? Saqchiga dedi. Shuning bilan saqchi men bordim anonga saqchiga. Men Tallam magazini aylanatdim. Telefon qilibdi, "Kel ko'rishimiz" dedi. Yoqamdan ishtiravatdim. Gap bormi desam, "Yo, gap bo'lishi mumkin emas" dedi. "Xo'p" dedim, "Men shundaq aranda berma" deb topshirdim. Saqchidan xat kelibdi. "Bo'ldi endi seninki bu biz uning bilan aloqa qilishimiz" degandekmi, endi bir gap kelibdi. Shuning bilan qarasam, bu deydi bu yer yepildi degandeklik gap qilibdi. Tashlab qo'ydim. Meningki hech qanday saqchidan qo'rqadigan dadim yo'q. Kirgimkas kirayman saqchixon men saqchi chaqasa, kafe ichib, parang olishib, putimni olmay qo'yib chiqibman. Men odam sotmadim. Men odam sotmadim, deb vatanga berib baqqanim yo'q, deb. Men bir Xitoydan bir so'm pul yeb baqmadim. Men qochoqchilik qilib baqmadim. Men intervyu yasab baqmadim, xalqning intervyusini yasayman deb. Men pul yeb baqmadim. Men Suriyaga odam sotmadim. Men o'zimning halol mehnati bilan yashab keldim. Mening
meningki bank kartamdan tortib, qayerdan pul kiryapti, qayerdan chiqyapti, men hammani hukumatga to'liq ko'rsatib beraman, sanchi? Ha? O'ylaqa Qozog'istondagi go'shtlik qoldiruvchi informatsiya markazlari. Ha. O'ylaqa Texe men xayimma? Nimalarni deb tillash, nimalarni deb sesitmeding, meni, nimalarni deb kaynimdan gaplarni topmading, kelganning yo'q dading menda. Shvetsiya hukumati texe saqchi tinishsizlar telefonlar nima sat gaplar chiqdi, nima pishni qoldirib chiqdi degan bo'lsam, dedim tatay deb qana qilding. Tatay o'g'anki tatay deyman. Ani bo'pti tatay desam. Ha? Kimni tatay degim kes davrmi? Quzatni opsin tatay deyman. Tatay o'g'anki tatay deyman, men uning ishim bor. U Fransiyada irqiy qirg'inchilikni chiqargan bo'lsa, irqiy qirg'inchilikni vatanliklar chiqadi. Men bu yerda Chinchongon tillab, Chinchongon ma'ay deb aytdim, unda desak, u töhfi meningki unda bo'lsa. Mashinroy keldi. Chinchongon men tillab 6 oyga ketkizib atdim. Bunday hisoblashadigan bo'lsa. Madamninki menga marabat tursin, menga javobini bersa, telefon nomerimni kimdan olding? Sen nima deding va menda? Sen nima deb meni sarangdaydigan haqqing bor? Buningga javob berasan. O'zingninki nimalarni deb berganingni 1 soat 35 minutda sen meni sotib berganingki, qarshimga chiqqanningki, aningdiki anglaysan sen naq maydonda. Uningdiki o'zingning degan gapini o'zing yedirib yetmay yashaydi. Ufqan deb tikan go, mening ochilarim nima qilyapti? Voy men bo'ldi qilsammi? Ochilarim bo'ldi qilmaydi deb. Voy, bir qadam og'ir. İşte gaplarni anglasam bor qo'y. Deydigan yeri kelgan chaqda deymiz. Chiqaranmaydigan bir nim deb chiqaranmayman men. Nima meningki Shvetsiya yashab turib erkinligim yo'qmi? Sen meni top-toplarda og'iylaring bilan harsat gaplarni tilasang, pitilla kaynimdan pishni pasat qilsang bo'ladi. Men ekranga chiqib rosa haqiqatni so'zsamamda, yog'amni yapangda dangning atab qo'yg'ini. Qanday odamni otani panohlaydigan odam otani sakab qo'ydi. Har ishini ketdi. Norvegiyalar bir mazgil go'sht setib shuding. Sen go'sht sotadigan odamsan, sen maqsadli sotding o go'shtni, azan go'shtni Shvetsiyadan bosh to'lamay kirib. Haqqa azan go'shtni berib, uy kirib puchur o'g'lab Norvegiyadagilarninki. Azan go'sht setib. O'zing degan gaplaring bormi? Men go'sht setib shudim bu Norvegiyada deb. Azan go'shtni akirib berib, haqqa uchirini elib, mayaqni Germaniyada akangdan elib, men Shvetsiyanikini, ayanikini o'zingning og'ilari qolmadi, haqning xotinlarini tutib oldi qo'rg'asda. Sandan boshqa hech kimga demabdi-ki. Akalarimizni uyidan tat kamera qilib chiqib sesib ketding, bu yerda olmaydi. O'tgandimi Nejat Turg'un akamiz silkib ketkizdi, menga quvon sata, chunki menga yo'qlar menga degandek gapdan birini qildi hamda. Endi qil desak Kita menga biz seni bilamiz, sen demasangmi, tushundirmasangmi, biz to'g'liqni bilamiz, seni obdan bilamiz dedi. Avumi degan Uyg'ur ma'rif tashkilotida bo'lgan bilan Shvetsiyaning hamma bulung pishqoqlari kirdi, uningni qulqi keldi. U degan shu jamoatchilikning orasida yurgan bola, meningdimi bakarak tashkilot boshliq bo'lib, uningga hamma haq deydi. Shu. Ashunda gaplar qarindoshlar. Bo'pti, unda bo'lsa, biza charchab qoldim, qaqshab qoldim. Chunki bu narsalar qarindoshlar rost, kelgandan beri dadi men. Meni ele tillab baqidi, ele uni qilib baqidi. Ya bir chaqirib, "Maya kela, ko't" deb menda tortib, "Kela birga bir atili." O'g'avala. Quvon qisa buningdagi og'zingni yuma. Bu birga bir chilashqadek atili dengizdan bo'yib berib, biz ko'zimiz jivitimiz, sen o'zingning ishni qil, men o'zimning ishni qilay ya demaydi. Ya saqchi qilmaydi. Ya sud qilmaydi. Men nervisiga tegib endi meningga oldimga hukumat bilan, saqchi bilan, sud bilan chiq. Kimi? Men endi ochiqlam ismim bilan atiblam. Ochiqlam hammani deblam qildim. Seni teqa Polshadan kelgan Asadkan bilan Aytursun adimiz bor.
Alanın pasportunun işi aşılanı mı atanın boş koyuvatmagan aş Polşaga berip. Polşada Uygurlar yok. Haqning haqqı onanın haqqısı varma ya günahvalları qeyri boyaymama ya Polşagacha berip aytursun bilan Asad Mishar yaşam deb nima haqqing bor haqni so'raydigan. Ming odam bor sen kayningdan chama kesak qilmiz davatgan. Eli birdan Yaponiyaga bir adimiz yine qavat baxmoqchi bo'ldim. Nimangni avu? Adangni voy mushta bizni mirakolab qaptiki shundan sizningiz avatay degandim o bu deb ile o men sen bilan buni bunda to'xtatmayman. Bu qisas meningki sen bilan o'tirimdagi sizoqninki o'tib ketding u yoqqa. Men buni hargiz bo'ldi qilmayman. Sen bo'ldi qilsangmi, men bo'ldi qilmayman. Eng yaxshisi senmi g'ororing bilan yasham. Senmi bo'ldi qilma, menmi bo'ldi qilmayman. Menga hozir talab qildiginim, kirdiğini marhaba tursin, mening telefon nomerimni nadin kimdan olding? Kim sangiz dadi shu huquqni? Nima maqsadda menga nima deb Zumrat Tursunninki o oilaviy ishlarni menga deysa, uningki nima deb Norvegiyadagilarninki seni andaraydi, mandaraydi deb men Norvegiyadagilarninki hammasning ustidan arziz bo'lanmayman. Sening ustingda yazsam sud sendan so'raydi uni. Kim dedi sarang deb. Men hat chiqmasam bo'laverdi. Sarang dedi men u psixikamga tagdi meni. Aşağıda gaplarni qilib yuribdi, telefonni tashiranglar, WhatsAppni sizinglar deydigan bo'lsa, Shvetsiyada, Norvegiyada IFIC bir idora var. Shu yerda Facebook, Messenger Amerikadan ruxsat oladi. Shu yerda WhatsAppdagi hamma narsalarni suzib chiqarib oldi. Shu yerdan topqini bo'ladi. Xalqaroliq advokatlarni ishiltish huquqim bor. Men so'rasam, soliqlar Aşı Andi Rekson degan adamni menga akab beringlar, pulini men to'lay. Deb men xalqaroliq advokatlarni ishiltib, men qila olayman. Qo'limdan keladi, iqtisodim yar berib, uy olmasam olmayman. Men hayotda men xotin olmasam olmayman, ammo lekin men sendan cho'qim qon qisosimni olaman. Men hargiz bo'sh qo'yatmayman bu ishni. Men opam dadamniki yotqanniki cho'qim hisobini olaman. Mening opam dadam Yetibdi, menmi yetib kirib bir bala bo'lib, menmi kirib yetishga rozi. Qilishib qolsa. Men sen haqni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Chunki ayni vaqtida sen mening ichimga kirib, meningki meningki yaxshi o'tib, men aynimda hamma narsani bilib, egallab, meni tonimayman deysa. Sen qanday meni tonimaysan? Sen qanday meni tonimaysan? Men rasmda ikkimizning shu yaxshi o'tgan vaqtlari. Oq ko'ynak men. O'tirdiki Maynur xonim achatdikisan. Sen ashundaq faoliyatlarni qilib yurib, 2016ning ichida 2 qatim berib Meyadim bir akimiz, nurg'ulligan ayaqdiki, mayaqdiki. Sen qandaq men tonimaysan? Sen Nijat Turg'un chaqagan chaqda men buni tonimayman. Dedinggo. Sen qandaq men tonimaysan? Sen toniysan. Obdan toniysan, sen o'zing dading. Sen onda bo'lsa, akang, ining yassa, nima deb hozirgacha medialarda nimishki ishini qilmay to'xtab olding hamsa? Sen ajab Qurultayning chapanchisi, Nabijan A'loning chapanchisi bo'lib ketibsan, sen bu yerga kelib tashkilot kichik shaharda tug'an odam tashlab etib, ashani tuyuqsizlam Stokholmda paydo bo'lib, Uyg'urlar bor rayondagi asl Bestrandagi uyga kirib elib, haliqi Volkswagenning namoyishlariga chiqib, nada bir ish bo'lsa timis qilablam, purablam yurisa, sening ota-onangmi keladi, purab ketadi, senmi puraysa, yetkizsa, sen yetkizmisan, kim yetkizdi? Sen yetkizmaysa, yetkizgan boshqalarmi bor, bilmayman. Bizning ota-onamiz bir qaytam Turkiyaga 2 kunlik, 2 haftalik sayohat qilib qo'yganga ajab. Biz chunki Xitoy hukumatiningki degan yerdan chiqmadik. Biz setilmadik. Biz pokiz yashadik. Bizmi agar shu yo'lni tutgan bo'lsak, bizdan undaq bo'lmaydi. Berib, kelib, yo'qab ketib,
Onundan keyin qo'pib odam bilan qo'tamsa kichik bolaman men seninki. Men kim ketganiki? Men 2012-yili Shvetsiyada ruxsat olmay deb Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshat dokumentlarimning ishini qilgan chaqda cho'ng xabarlar gizlab 2012'lar ishning bo'lmagan uydagilar 2016dan boshlab shu vaqtlardan boshlab balam yaxshi biz. Oy bu nima ish bo'ldi bu zade desam unamaydi. Voy balam biz yaxshi. Tavyan binganga kirib ikki qitim dadamni yig'iltib so'roq qilib Müşahidimi berib men bilan qarindoshlar men bilan hatto bir uyda turgan og'aylarim berib keldi ishning bo'lmadi u chaqda. Urumchilik ballar bor, men bilan birga turgan. Boshqa yerlik ballar bor. Boshqa og'aylarim berib keldi, boshqa apashlar berib keldi, boshqa adlarimiz berib keldi. Hammasi urumchilik, qumulluq yoki uyalik. Ishning bo'lmadi. Menim shu bo'lgan chaqda. O'zi degan bo'lmasa, ko'chmanlar idorasi meni borsam bo'lmaydi dedi, borg'im bo'lmaydi fikrim deb qilam. Aq yo'ldan. Texya bizni bilamdiki desam, "Vo, sening o'rningda Mavzuning rasmiy sig'liqqa qilgan ishlaring ozmay fikrim" deb mening to'g'riga kirib, qanda ism familiyamni biz qanda shaxsiy narsalarimni oldim. Uni sen shu Tele2 ishlatdingmi, Telenor ishlatdingmi? Men sen Shvetsiyaning istixborotini deb beray. Ancha-muncha fuqaval. Sal gorozdek o'zingni chamdirib qo'ymay. Ashundaq suzib oladi. Endi men Shvetsiyadagi Uyg'urlarningki hargiz seninki qo'lingda nobud bo'lishini xohlamayman. Shuningga Uyg'urlar Shvetsiyadga diqqat qilinglar. Qanday gaping bo'lsa, razımmisan, qarshimga chiqsang bo'ladi. Qanday? Saqchi maqachon menga telefon qilish huquqingni ep tashlayotgandi? Qag'inni sen bilan qiyomatni ko'rish bu dunyoda bo'lmasa, men sendan qiyomatda 8 urug' tuqquningdan olaman. Men Xudoyimga yig'lab turib, yolirib turib, "Ya Xudoyim, mushunda qildi menga shu dunyoda. Meninkini qat'iy sen chiqas." Xudoyimni ko'rib turayotganda sen haqning qashqongan numurliq o'ylayman. Men hargiz bo'sh qo'yatmayman bu ishni. Meningki adlarim ko'chada qoldi. Kichik apalarim, cho'ng apalarim og'rib yetib ketdi. Dadam dadasini ko'ranmay ketdi. Sen haqning ajab obdan berib kelib, g'imiz oq yo'ldan normal Shvetsiyadan boradiganlar bor-ku qara. Stockholm, Beijing, Urumchi. Manda berib keldi. Sening bir g'uljilik akang bor-ku, Berlinda o'tirgan. Ishkonlar Can jigarim, Can Musa yining keldi. Musa Aysa degan ishkonlar mashtaq qo'taza. Oq yo'ldan yuguraydiganlar. Şu Qozog'istonning yo'lidan Moskva tozi ko'nib olgan-ku aqshdan kirib, bilet oladigandan tortib Shvetsiya hukumatı unchilik o'tamasa, u ahvolga chiqib qolmadi texi bular. Ikki dunyo urushi qatnashmagan, ikkinchi dunyo urushida birinchi dunyo urushi sap jasuslar mishay yig'ilgan, panolik tilagan shpion tutishdi. Alomat bular. Chiqirpoq so'niliqqa to'ko'rindiqlar ekan-ku, bunda ikki tal simni qo'yib turib Mыңы салқылық радиация арқылы kimlarniki qandaq emasligi hammasi chiqadi o'chaqda. Pulni o'z talab qilsak bo'laveradigan narsa ku. Shunday gaplar. Bo'pti qarindoshlar, Xudoyimga omonat. Unda bo'lsa, naq maydonimni qilib bo'ldim. Allohga omonat, keyin ko'rishamiz. Omon bo'linglar.